Biz hozir turgan issiqxona, birgina issiqxonaning o'zi 12 sotixlik joyda turibmiz. Bunday issiqxonadan bu xonadonda ikkita. Ayni mana shu issiqxonani shunday go'zal darajaga keltirib, mevalarni shu darajaga yetkazgan inson esa ayol kishi. Assalomu alaykum. Firuz opa. Alaykum assalom. Issiqxonangiz haqida qisqa aytib bersangiz, juda ham chiroyli limonlaringiz bor ekan. Men prezidentimizni 44-10 qarorlari asosida 1 gektar limonariy tashkil qilganman. Limonariyimizda 700 tup limon ko'chati bor. Hozir o'sha 700 tup ko'chatimiz hammasi hosilga kirdi. Firuz opa, oldin ham dehqonchilik bilan shug'ullanganmisiz? Ha, isimizni tayinlangandan boshlab shu turponchida katta bo'lganmiz. 2006-yili fermer xo'jaligi tashkil qilganmiz. Uzumchilik yo'nalishida. Keyin 5 gektar ochiq maydon olib g'allachilik qildim. Meva sabzavotchilik bo'ldi. Keyin shu limonchilikni rivojlantirish bo'yicha qaror chiqqanda tasaddufan ilishib qolganman-da. Yaxshi. Endi limonni ekish, limonni parvarishlash qanday ekan? Limonchilikni maktabini o'rganishga Qashqadaryo, Surxondaryo, Qibraga bordim. Namangan viloyatining Norin tumaniga bordim. Bu ko'chatlarning meyer sorti Norinlik Ilhomjon degan boladan olganman. Hali ham izlanish davom etyapti. Limonimni rivojlantirib, chet ellarga eksport qilish orzularim osmoncha. Hozir ham o'rganishdaman, izlanishdaman deyapsiz. Nimalar qilyapsiz, nimalarni o'rganyapsiz? Shular haqida kengroq aytib bering. Hozir ko'rib turibsizlar, bitta artizan quduq kavlatib, tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yganman. Endi bu yilgi hosilimdan Xudo xolisa tepasidan men issiq iqlim-ku, tepasidan suv purkaydigan moslama o'rnatish. Suvni yomg'ir yog'dirib, ozuqani ham tepasidan bargidan ham berish. Unda foydasi yaxshiroq bo'ladi. Foydasi yaxshiroq bo'ladi. O'sha gullagan gul naychalarini hammasini tutib qolar ekan. Uni bank tomonidan berilgan o'quv qo'llanma kitob bor. O'shandan o'rganib, o'qib, tajribali dehqonlardan o'rganib, amaliyotda qo'llayapsiz. Ha. Firuz opa, ko'z tegmasin, hozir ko'rib turibmiz, limonlaringiz yaxshi meva beryapti. Bu mevalar o'sha boya aytganingizdek gullagandan so'ng meva tugib qolishi uchun nimalar qilasiz? Bu yilgi sharoitda nimalar qildingiz? O'z tajribangiz bilan o'rtoqlashing, chunki bizni kuzatayotganlar orasida limonchilikni endi boshlayotganlar, endi limonchilikni o'z limon ko'chatlarini ekkanlar ham bor-da, ularga ham tavsiyalaringizni o'z tajribangizdan kelib chiqib aytsangiz. Birinchi navbatda gullash jarayonida bunga amopos, kaliy berish kerak. Keyin o'zini gul davrida sug'ormaslik kerak. Naychalar to'kilib ketadi gullash davrida. O'sha gul davrida odam ham imkon darajasida kirmaslik kerak. Siz tajribangizda shunday qilasiz? Tajribamda shunaqa. Hech kimni kirgizmaysiz? Yo'q. Yo'q, hech kim kirmaydi. Guli kichkina yong'oqda bo'lib, guli to'kilgandan keyin suv qo'yib, ozuqa beramiz. Keyin bunga men shira-piralarga ham ximikat septirmayman. 25 litr suvga 1 litr zardob aralashtirib, agar zardob yetmasa, separatdan chiqqan sutni aralashtirib septiramiz. O'shanda tabiiy bo'ladi. Chunki zardobda ishqor bor, shirini yuydi. Pomidorga ham o'shani qo'llaymiz. Bog'ingizdan chiqqan limonlarni bemalol qo'rqmasdan tabiiy yetishtirilgan deb bemalol iste'mol qilsak bo'ladi. To'g'risi, Firuz opa, siz bilan suhbatlashib, sizga juda ham havasim keldi. Ayol kishi bo'la turib, doim izlanishdasiz. Mana shunday katta limonariylarni barpo etgansiz. O'zingiz har bir daraxtga alohida e'tibor berib qarar ekansiz, tabiiy yetishtirishga qarar ekansiz. Biz yoshlik davrimiz degunga qaraganda hozir o'ta imkoniyat ham katta. Yo'l ham katta ochiqda. Izlanib imkon darajasida qilaman deb o'zi harakat qilsa, har qanday sharoitda yoshlarimiz ujalab ketadi. Birdan bir orzuyim, mevalarim ko'p bo'lsa, eksport qilib, davlatimizning o'sha oziq-ovqat programmasini bajarishga hissamni qo'shsam, kambag'alchilikni qisqartirishga o'zimni hissamni qo'shsam, ayollar daftarda turadigan 3 ta ayol ishchi. O'zingiz olgansiz. Ha, ishchi qilib olganman, ishchi. Sheyda ortgan o'sha kelishuv asosidagi haqdan tashqari yana moddiy ta'minotini rag'batlantirib turaman.
Xuruniso aya o'z tashabbusi bilan nafaqat oilasiga qo'shimcha daromad manbai yaratdi, balki qo'shnilarga ham namuna bo'ldi. Uning mehnati shuni ko'rsatadiki, har qanday yoshda ham yangi ish boshlash, izlanish va muvaffaqiyat qozonish mumkin.